Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek shou-biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan El Ardog'dagi taniqli xonanda Dildora Niyozova haqida bugun afsuski noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda biling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Katta-yu kichik muxlislarni ko'nglidan birdek joy olgan taniqli xonanda, O'zbekiston xalq artisti Dildora Niyozovaning Jizzaxdagi konserti qoldirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Dildora Niyozovaning 2025-yilning 2-fevral kuni Jizzax shahrida o'tkazilishi kerak bo'lgan konsert dasturi qoldirilgani, tomoshabinlar bir necha soat uni kutishgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bundan tashqari, xonandani to'yxonada Milliy gvardiya xodimlari qo'riqlayotgani bilan bog'liq videolar ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu konsert aslida 22-dekabrda bo'lishi kerak edi. Bu tashkilotchilar bilan 4-5 yildan buyon ishlaymiz. Ishonchli odamlar deb bilardik. Shuning uchun ham konsert sotildi. Ulardan zaklat pullarini so'raganimiz yo'q. Xullas, ma'murlarimiz bir kun oldin tashkilotchilar bilan bog'lanib, pul tayyormi, muammo bo'lmaydimi deb so'rashganida hammasi tayyor, bemalol kelaveringlar deyishgan. Avvalo muxlislar uchun boriladi. To'g'ri, ammo safarga jamoa uchun ozmuncha mablag' sarflanmaydi. Xullas, to'yxonaga yetib borganimizda tashkilotchilar uzr so'rab pul yo'qligini aytishdi. Buni qanday tushunish mumkin deb biroz jahlim chiqdi. Bu yerda boshqa gap bor edi. Keyin bilsak, tashkilotchilarning sherigi pulni olib qochib ketgan ekan. Dildora mayli, birinchi seansni xayriya qilib o'tkazaylik, muxlislar ranjimasin dedi. Konsertni o'tkazganimdan keyin tashkilotchilar 17:00dagi konsertni qoldiramiz. Biz shu yerda turib kelganlarga chipta pulini tarqatamiz deyishdi. U yerda tashkilotchilardan tashqari to'yxona egasi va Milliy gvardiya xodimlari ham bor edi. Kechki seansdagi konsertning asosiy chiptalarini qaysidir tashkilot sotib olgan ekan. Rahbari bilan gaplashib vaziyatni tushuntirdik. Shunday bo'lishini bilgandik deyishdi. Ayrim muxlislar 7-8 soat kutdik deb yozishayotgan ekan, ammo u yerda shuncha vaqt kutiladigan vaziyat bo'lgani yo'q. Tomoshabinlarning raqami bo'lganida qo'ng'iroq qilib chiqardik. Odamlar to'g'ri tushunsin, bizni ham aldashadi. Avvaliga boshqa hisobga umuman pul tushmagan deyishdi. Undan keyin pulni olib qochib ketgan deyishdi. Chipta pullari yeb yuborilgan degan variant ham bor deydi Dildora Niyozovaning turmush o'rtog'i Latif Yusupov. Keyinchalik xonanda YouTube'dagi Daryo Lifestli kanaliga bergan intervyusida tashkilotchilar pullarni to'liq berishgani va ular o'rtasidagi muammo hal etilgani haqida so'zlab bergandi, deyiladi xabarda.